Men titrayotgan qo'llarim bilan testdagi ikkita qizil chiziqqa tikilib qoldim. Nafasim bo'g'zimga tiqildi. Ko'zlarimdan yosh tinmay oqardi. Bu shunchaki homiladorlik emasdi. Bu mening o'lim hukmim edi. Agar erim bilsa, u meni so'yib tashlaydi. Chunki u 3 yildan beri menga qo'l ham tekkizmagandi. Qornimdagi bu jinoyat uning o'z ukasi, mening qaynimning mevasidir. Xudoyim, men qanday qilib bu la'natlangan uyda qolib ketdim? Assalomu alaykum, dardi ichida o'lib borayotgan sirdoshlarim. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunchaki xiyonat yoki ehtiros haqida emas, ojiz ayolning yolg'izlikdan qanday qilib qopqonga tushib qolishi va o'z qoniga o'tib ketgan mudhish bir sirni yolg'iz ko'tarishi haqida so'zlayman. Agar siz ham oila qafasida o'likdek yashayotgan bo'lsangiz, birovlarning hukmidan qo'rqib, ovozingizni ichingizga yutayotgan bo'lsangiz, bu hikoya qabaringizni yorib yuboradi. Videoni oxirigacha eshiting. Bu yerda men butunlay yalang'och ruhim bilan turibman. Like bosing, obuna bo'ling. Menga sizning daldangiz havodek zarur. Meni Guli deyishadi. Erim bilan turmush qurganimga 5 yil bo'ldi. Dastlabki yillari bizda ham mehr, tushunish bor edi. Ammo keyin u o'zgardi. U meni shunchaki uyda tekinga xizmat qiladigan qul, pishiruvchi, tozalovchi mashina sifatida ko'radigan bo'ldi. Ishdan keladi, ovqat yeydi, telefonga qaraydi. Yotoqda esa menga orqasini o'girib uxlaydi. Men uning ko'zlarida ayol emasdim. Oynaga qarab o'zimdan nafratlanardim. Men shunchalik xunukmanmi? Yoki qaridimmi deb ho'ngrab yig'lardim. Mening vujudim mehrga, birgina iliq pichirlashga tashna edi. Men tiriklayin quriydigan gulga aylangandim. Bu katta uyda erimning ukasi, qaynim Sarvar ham yashardi. U 25 yoshda, yigitning guli, doim xushchaqchaq edi. U menga doim kelinoyi deb hurmat bilan yuzlanardi. Lekin vaqt o'tishi bilan uning nigohlarida g'alati bir chaqmoq paydo bo'ldi. U mening e'tiborsizlikdan ezilayotganimni, erimning menga qo'polliklarini ko'rib turardi. Birinchi burilish yuz berdi. Erim bir oylik xizmat safariga ketdi. Uyda men va Sarvar qoldik. Qaynona-qaynotam qishloqda yashashardi. Uy qandaydir katta va huvillagan tuyulardi. Sarvar menga boshqacha e'tibor bera boshladi. Og'ir ishlarda yordam berardi. Ba'zan menga qarab, sizdek chiroyli ayolni shunday yolg'iz qoldirish akamning eng katta xatosi deb pichirlab qo'yardi. Men bu so'zlardan qizarib ketardim. Lekin ayni paytda mening uzoq vaqt muzlab yotgan ayollik g'ururimni bu so'zlar muloyimgina silardi. O'sha qora tunda yomg'ir chelaklab yog'ardi. Men yotoqxonada kitob o'qib yotgandim. Chiroq o'chib qoldi. O'rnimdan turib sham qidirish uchun dahlizga chiqdim. Shu payt qorong'uda Sarvarga urilib ketdim. "Qo'rqmang, Guli", dedi u mening ismimni aytib. Kelinoyil demadi. Uning nafasida spirtli ichimlik isi bor edi. U mening qaltirayotgan qo'llarimni ushladi. "Sarvar, qo'yib yubor. Qoch yo'limdan", dedim pichirlab. "Siz ham buni xohlaysiz", dedi u mening qulog'imga egilib. "Men eshitaman. Har kecha devor ortida qanday yig'lashingizni, qanday qilib o'z nafasiga muhtoj bo'lib yotishingizni eshitaman. Men sizga hayot beraman." U meni o'ziga shunday qattiq tortdiki, men qarshilik ko'rsata olmadim. Uning lablari mening bo'ynimga yopishganda, men erimdan yillar davomida ko'rmagan ehtiros va yovvoyi ishtiyoqni his qildim. Mening ongrim "Qoch, bu gunoh", deb qichqirardi. Lekin mening tushkunlikka tushgan, sovuqdan qotib qolgan tanam uning oloviga mutlaqo taslim bo'ldi. Men yig'lardim. Ko'z yoshlarim tinmasdi. Lekin men uni itarib tashlay olmadim. O'sha mudhish va aql bovar qilmas darajada ehtirosli tunda men qutqarilish o'rniga o'z jonimga eng katta jallodni sotib oldim. Ertasi kuni men uning ko'ziga qarolmadim. Men o'zimdan jirkanib ketdim. Sarvar esa indamadi. U xuddi hech narsa bo'lmagandek avvalgi kelinoyi roliga qaytdi. Lekin meni eng katta zarba hali oldinda kutib turardi. Ikkinchi burilish. 2 oy o'tdi. Menda bosh aylanishi, ko'ngil aynishi boshlandi. Va o'sha
Testdagi 2 chiziq. Men homilador edim. Erim safardan qaytdi. U avvalgidek sovuq. Menga qaramaydi ham. Maza yo'q, shamollabman deb yotib olaman. Uning ishi ham yo'q. Men esa har tunda o'z qornimni g'ijimlab bu bolani yo'q qilishni o'ylardim. Qanday qilib oldiraman? Qayerga boraman? Bu xabar tarqalsa meni itdek so'yib tashlashadi. Sarvarni oshxonada yolg'iz uchratdim. U choy ichib o'tirardi. Men homiladorman dedim men qaltirab, nafrat bilan unga qarab. Uning choynak ushlagan qo'li havoda qotib qoldi. U menga bir muddat tikildi. Keyin sovuqqonlik bilan dedi, men hech narsani bilmayman. O'zingizning xatongiz. Taqdir deysiz, qo'yasiz. Meni bu ishga aralashtirmang. Taqdir. Meni zo'rlab vujudimga o't qo'yib, endi buni taqdir deyishdimi? Men faryod qilib yuborishdan zo'rga o'zimni ushlab qoldim. 3-burilish. Men shifokor qabuliga bordim. Qanday qilib qutulish yo'lini so'rash uchun. O'zida yotibman. Shifokor monitorni menga qaratdi. Mana, qarang. Yuragi urib turibdi, dedi u. Gumbur. Gumbur. Kichkinagina, mushtdekkina jonzotning yurak urishi butun xonani tutgandek bo'ldi. Men ekranga qarab qotib qoldim. Ko'zlarimdan yosh otilib chiqdi. Bu mening bolam edi. U men qilgan gunohlarni bilmaydi. U faqat yashashni xohlaydi. Qanday qilib men o'z qonimni axlatga tashlayman? O'sha lahzada men bu bolani saqlab qolishga ont ichdim. Har qanday jazo evaziga bo'lsa ham. 4-burilish. Vaqt o'tayotgandi. Qornim sekin-asta bilina boshladi. Men keng ko'ylaklar kiyardim. Kunlarning birida men qora kundaligimga hamma dardimni yozyapman. Men bu bolani o'zim katta qilaman. Menga hech kim kerak emas. Meni xorlagan er ham, ehtirosi bilan kuydirib qochgan ukasi ham. Men daftarimni shkafga yashirdim. Erim bir kuni qandaydir hujjat izlab mening shkafimni titibdi. Va o'sha daftarni topib olibdi. Men ishdan kelsam, u zalning o'rtasida daftarni g'ijimlab ushlab turardi. Uning ko'zlari qonga to'lgan, yuzi yovvoyi hayvonga o'xshardi. Bu nima deb o'kirdi u uy bo'ylab. Sen kimdan homiladorsan, fohisha? Men joyimda qotib qoldim. Nafasim qisildi. Lekin yashirinishdan charchagandim. Men sekin uning ko'zlariga qaradim va birgina so'zni aytdim, ukangdan. Xonada o'lik jimjitlik cho'kdi. Erimning qo'lidan daftar tushib ketdi. U menga qarab bostirib keldi. Uning og'ir mushti yuzimga tushdi. Men uchib borib devorga urildim. Og'iz-burnim qonga to'ldi. U meni tepa boshladi. Men faqat qornimni ushlab, bolamga tegmang, bolamga tegmang deb baqirardim. U meni o'la-o'laguncha kaltakladi va uydan haydab soldi. Sanjar. U o'sha kuni uydan qochib ketgandi. U javobgarlikdan qo'rqib ko'chaga ham chiqmadi. 5-oxirgi burilish. Men yuz-ko'zim majag'langan holda uydan chiqdim. Qarindoshlarim meni la'natlashdi. Otam eshikni yuzimga yopdi. Men ko'chada hech narsasiz qoldim. Lekin menda qornimdagi umid bor edi. Men ijaraga uzoq qishloqdan kulba topdim. Issiqxonalarda ishlab mardikorlik qilib pul topar edim. Men hech kimdan yordam so'ramadim. Oylar o'tdi. Men yolg'iz o'zim, hech kimning yordamisiz oppoq tongda o'g'limni dunyoga keltirdim. Uning ismini Umid qo'ydim. U dunyoga kelganda yig'ladi, men esa kulib yubordim. Men la'natlangan edim, fohisha nomini olgandim, lekin men ona edim. Oradan 5 yil o'tdi. Bugun men o'z xususiy kichik tikuv sexiga egaman. O'g'lim Umidjonga qarab har kuni Xudoga shukr qilaman. U mening hayotimni vayron qildi deganlar adashadi. U meni uyg'otdi. Men avvalgi sovuq uyda qul bo'lib yashashdan ko'ra bugungi xorliklardan tiklangan ozod hayotimni afzal bilaman. Erim boshqa uylandi, lekin bolasi yo'q. Sanjar avariyaga uchrab nogironlar aravachasida qoldi.
Men bu xabarlarni eshitib zarracha ham suyunmadim yoki achinmadim. Chunki meni ular qiziqtirmaydi. Hayot ba'zan bizni eng xunuk va sharmandali usullar bilan sinaydi. Lekin bu sinovdan qanday chiqishingiz faqat sizga bog'liq. Gunoh hammamizda bor. Ammo eng katta gunoh bu o'z qoniga, o'z farzandiga xiyonat qilishdir. Ayollar, hech qachon birovning sovuq e'tiborsizligi sizni noto'g'ri qo'llarga ishonib topshirishiga yo'l qo'ymang. Agar yolg'iz qolsangiz ham po'latdek qattiq bo'lishni o'rganing. Men buni uddaladim. Siz ham uddalaysiz. Sizning hikoyangiz qanday? Izohlarda sirlaringizni to'king. Bu yerda sizni hukm qiluvchilar emas, tinglovchilar yashaydi. O'zingizni asrang.